The Dubbing. Eng so'nggi animelar. Buni kutib sabrimiz ham qolmadi. To'g'ri aytyapsan. Sen juda ham xotirjam ko'rinyapsan-ku. Otang esa qaysi sinf chiqarkan deb asabiylashib, bir kecha tuzuk ham uxlamagan. Men otangdan ham ko'proq hayajonlanyapman. Ariel orzu qilsa bo'ladigan eng zo'r uka. Ishonchim komil, unga eng zo'r sinf nasib qiladi. Demak, qizlar orasida ham mashhur bo'lar ekanda. Ariel hali qiz do'stga juda yoshlik qiladi. Nima deyapsan? Men uning yoshida. Rosa qiz do'stlarim ko'p edi. Qizlar fantaziya qilsa, keyin to'xtashni bilmaydi-da. Sinf demoqchi bo'lsangiz. Sinf. Bu dunyoda bizga ilohning inomi. 10 yoshga to'lganingda maxsus marosimda sinf beriladi. Shundan keyin o'sha sinfga mos ko'nikmalarni olish mumkin bo'ladi. Xo'sh endi marosimni boshlaymiz. Iltimos, navbatma-navbat o'ng tomondan chiqinglar. Xo'p. Alo, va temir hidi. Bolqa. Sen ham ko'ryapsanmi? Ha. Sen temirchi ekansan. Zo'r-ku. Men otamning izidan bora olaman. Keyingisi. Sinf tanlashda nasl juda katta rol o'ynaydi. Senga albatta eng yaxshi sinf chiqadi. Keyingisi. Bu menman. Xotirjam bo'l, Ariel. Ana, Leoning o'g'li kelyapti. Oilani unutish qiyin-da. Qachonki ikki kuchli sinf birlashsa, Qilichi malikasi Arximagleon, ularning o'g'li shuning uchun aniq. Endi ko'zlaringni yum. Ilohimiz bizga sening sinfingni ko'rsatadi. Hech narsa ko'rmayapman-ku. Javob yo'q. Lekin bo'lishi kerak edi. To'xta, bitta izoh bor. Sen sinfga ega emassan. Sinf yo'qmi? Bu yolg'on bo'lishi kerak. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Ovoz beruvchi Ego va Alita. Sinfsiz qahramon. Ko'nikmasiz ham yashasa bo'ladi-ku. Hammasi joyda, Ariel. Ota-onang nafaqadan keyin ham ishlashadi. Shuning uchun ishga majburan kirishing shart emas. To'g'ri gap. O'lim haqida o'ylashga hojat yo'q, axir. Men o'zimni o'ldirmayman va sizlarga ham osilmayman. Ariel,
Jaklingni bos. Hech qisi yo'q. Opang har doim yoningda. Qanchalik sho'x bo'lsang ham. Voy, sen hamma endi. Baribir, men bu narsadan xafa emasman. Rostdanmi? Men bolaligimdan onam bilan qilichbozlikni o'rganganman. Va agar qilichboz sinfi bo'lsa oson bo'lardi. Skillardan foydalanib kuchli chiqardim. Lekin sinfsiz bo'lsam ham o'sha mashqlardan qilichni ishlatishni bilaman. Faqat mashq qilishda ko'p imkoniyat topolmadim. Chunki onam juda kuchli edi. Ariel, qayerdasan? Mehnat eng katta kuch. Shuning uchun sinf yoki skill bo'lmasa ham tushkun emasman. Ariel, kattalarda gapiryapsan. Bu bola katta odam bo'ladi. Men bilardim. Sen eng zo'rsan. Ariel kelajakda mashhur bo'ladi. Ha, eng obro'li kasb bilan. Men mashq maydoniga ketdim. Skill degan narsa zo'r ekan. Tanam o'z-o'zidan harakat qilyapti-ku. Sen o'sha sinfsiz bola emasmisan? Bu yerda nima qilyapsan? Men ham boshqalar kabi mashq qilishga keldim. Biz qilichbozmiz, bilasanmi? Bizga mashq qilish shart emas. Faqat skillarimizni tekshirish uchun keldik. Qara, biz senga ko'rsatib qo'yamiz. Boshladik. Ha. Qilichbozlarning birinchi o'rganuvchisi skill. Bu oddiy qilichbozlik. Shuni o'zlashtirishning o'zi uni yetarlicha kuchli qiladi. Hoy, men bilan jang qilasizlarmi? Nima? Sinfsiz bola qilichbozga qarshi hech qanday imkoniyating yo'q. Menimcha yaxshi raqib chiqaman. O'zingni zo'r ko'rsatyapsanmi? Mayli, unda jang qilamiz. Bir narsani aniqlab olay. Sinfing bo'lmasa ham sening ilohiy himoyang bormi? Ha, hammasi joyida. Ilohiy himoya Xudodan har bir odamga berilgan ne'mat. Sinfdan farqli, bu ne'mat tug'ilganda hammaga beriladi. U tana ko'rinmas to'r kabi himoya qiladi va zarbani yutadi. Lekin juda ko'p zarba yesa, tugab qolishi mumkin va baribir og'riqni his qilasan. Demak, seni rosa uraman, baribir ham o'lmaysan. Tayyor tur, lekin men ham uraman. Meni mazaq qilma, ey sinfsiz qashshoq. Oy, qani uni tep-tek siqib tasha. Qilyapman-ku. Lekin bu it. Bosh og'riq. Oy, birga urushamiz. Mayli bo'lmasa. Yaxshi, men qiyinchilikni yoqtiraman. Bu menga juda ham yaxshi dars bo'ladi. Oy, qayerga qilich uryapsan? Kechirasan. Skill degan narsa jamoaviy urushda yordam bermaydimi? Agar shunday bo'lsa, ikkoving ham menga yeta olmaysan. Mana kelyapti. Qayerga yo'q bo'ldi? Mana seni chopib tashlayman, itvacha. Jin ursin. Men yutdim. Bu hisobga kirmaydi. Faqat biz beparvo bo'lganimizcha kutding. Qo'rqoqsan. Ha, u haq. Sen g'olib emassan. Yana bir marta urushamizmi? Albatta. To'xtaganing ma'qul. Haqiqiy jangda dushman shunaqangi bahona eshitib jim qoladi deb o'ylaysanmi? Asl qilichboz bunday qilmaydi. Senga kim gapirdi? O'zingni osmonda tutma. Oy, jim bo'l. U qizil soch qilichboz. Sen qilich malikasi, Farqning o'g'limisan? To'g'ri. Shunday deb o'ylagandim. Sinfing bo'lmasa ham onangdan meros iste'dod olgansan shekilli. Lekin bu ikkitasi oddiy ojizlar xolos. Ularni yengganing seni havoga kiritmasin.
Endi men bilan jang qil. Senga o'sha befarosat boshingga haqiqiy qilichboz nimalarga qodirligini ko'rsataman. Oldin eshitgandim. O'sha qizil soch qo'riqchilar boshlig'iga qarindosh. Rostmi? Ha, to'g'ri. Kapitan Evans mening otam. Evans. U odam vaqti bilan kelardi. Onamdan jinlarni ovlashda yordam so'rardi. Lekin ular umuman bir-biriga o'xshamaydi-ku. Bu bola ham otasi kabi dag'al qariya bo'lib qoladimi? Mening otam favqulodda inson. U nafaqat qilichboz ustasi, balki ko'plab hurmat qiladigan qat'iyatli yetakchi. Lekin shunday bo'lsa-da, sening onang doim qishloqdagi eng zo'r qilichboz deb tan olinadi. Bu men uchun hech qachon to'g'ri kelmaydi. Tushunarli. Demak, aslida onamdan xafa bo'lib, g'azabingni mendan olmoqchisan. Jim bo'l. Axir sen ham uni eng zo'r deb bilasan, to'g'rimi? Albatta, u qishloqdagi eng kuchlisi. Bolalar ota-onasini iste'dodini meros qilib olishadi. Shuning uchun men seni yengaman va oilam senikidan kuchli ekanini isbotlayman. Aytgancha, qilichboz bo'lganimga 1 yil bo'ldi. Lekin men mashg'ulotni hech tashab qo'ymaganman. Men ham otamdan qilichbozlikni o'rgandim. Hatto o'rta daraja mahoratni egalladim. Shunday ekan men seni yenga olaman. Men sening otangni hurmat qilishingni va qilichboz bo'lib anchagina mehnat qilganingni tushunaman. Ammo onam ham menga qilishni qanday ishlatishni o'rgatgan. Men yutqazmoqchi emasman. Unda jang qilamiz. Ular momaqaldiroqdek to'qnashyapti. Bu yigit rostdan ham simsizmi? U hatto o'rta darajaliga teng kelyapti. U o'sha ikkitasidan ancha kuchliroq. Lekin g'azabi sabab zarbalarni juda tartibsiz chiqaryapti. Agar bundan foydalansam, tutdim. Ikki qilich, zarba. Shuncha yaqin masofadan to'sib qolganiga hayratlandim, lekin baribir zarba berdim. Bu nima edi? Qanday qilib bir vaqtning o'zida ikkita hujum? Bu maxsus hujum mahorati. Ikki qilich zarba. Bu tebranishda ikkita zarba beradigan texnika. Sen kabi sinfi yo'q odam buni himoya qila olmaydi. Bunaqa ishonch bilan gapirma. Urinib ko'rmasang bilmaysan. Hech bo'lmasa sening jasurligingni tan olaman. Xayli tong Ariel, quyosh chiqib oldi. Tong o'tdi, Ariel, tursinchi. Sevimli o'pinsan uyg'otgani keldi. Haliyam yerda turishni yoqtirmaysan shekilli. Unda seni tongga o'pish bilan uyg'otaman. Allaqachon tong bo'ldimi? Hoy, opangga bunaqa yomon muomala qildingmi? Kechirim o'pishini talab qilaman. Xayrli tong bolalar, nonushta tayyor. Ovqat uchun rahmat. Ariel, bugun maxsus mashg'ulotlarga borasanmi? Buguncha qiynalishing shart emas. Men sen bemalol yashaydigan dunyo yarataman. Va'da beraman. Xo'sh, men ketdim. Ariel. Men undan xavotirdaman. O'sha kaltak yeb qaytgan kundan beri kech qolyapti. Ariel o'zini o'zi asraydi. Lekin u senga hech qachon ko'rsatmagan bo'lsa kerak. Bu joy sindirilgan qilichlarga to'la. Nega? Bularni hammasi Ariel har kun ishlatib kelgan mashq qilichlari. Hammasimi? O'z tengdoshlari bilan sparing qilishi unga kuchli ilhom berganga o'xshaydi. Ajoyib. Sinfi yo'qligi uni umuman sekinlashtirmadi, balki kuchaytirdi. Ha, to'g'ri. Lekin men chin dildan Ariel uchun mehribon dunyo yaratishni xohlayman.
Shuncha zarbani atayin qabul qilib, o'rganish juda ham foyda beradi. Ikki qilich zarba. Yaxshi. Xuddi o'ylaganimdek. Bu kirash katta maxluqmi? Nega qishloqqa bunchalik yaqin? Darhol qo'riqchilarga xabar berishim kerakmi? Bu bola edi shekilli. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar bola bo'lsa, yordamni kutishga vaqt yo'q. Xavotir olma. Men endi yetarlicha kuchliman. Boshqa davom etolmayman. Bu axir mashg'ulot maydonida urushgan bola. Goblinmi? Lekin ular bu yerga yaqin kelmasdi-ku. Mashq qiladigan qilish taxtasi. Tushunarli. U ham xuddi mendek mashq qilgan. Shu sababli maxluqlar sezib qolgan. Bunday kattasini oyoqlarim bilan mahkam ushlashim kerak. Bilak emas, hammasi vaqtga bog'liq. Uni yengish qo'limdan keladi. Tamam, endi qimirlamayman. Shu bilan o'lamanmi? Kechiring ota. Egizak qilich zarbasi. O'ylaganimdek bo'ldi. Asosiy narsa vaqt va oyoq turishi ekan. Yaxshi ham anglab oldim. Bu senmisan? Salom. Sen jarohat olibsan. Tezroq tiklanishing kerak. Muqaddas suving bormi? Mayli, menikidan foydalan. Hoy, hozirgina ishlatgan usuling nima edi? Tez tuzalibsan-da. Muqaddas suving sababli rahmat. Qo'yaver. Shuni usulni aytgin menga. Egizak qilich zarba. Ahmoq bo'lma. Egizak qilich zarbasi juda murakkab. Uni faqat ko'nikma bilan bajara olmaysan. Bu juda murakkab ekan. Shuning uchun unga ko'proq mehnat sarfladim. Tushunmadim. Qisqasi, kuch va tezlik yetarli bo'lsa, vaqtni to'g'ri topsa ham bajara oladi. Kuch esa harakatdan keladi. Aslida bu usulni senga qarab o'rgandim. Nima? Menmi? O'sha jangda menga qayta ishlatganding-ku. Yonimda ko'rib, o'zimda his qilib o'rgandim. O'shandan beri har kuni seni o'yladim. Demak oson tuyuladi, lekin amalda oson emas. Ammo seni qilganingni ko'rib ishonch oldim. Men tashqaridan zaif ko'rinaman, lekin yutqazishni yomon ko'raman. Keyingi safar albatta yutaman. Shu maqsadda tinmay shug'ullandim. Mehnatim bekorga ketmadi. Xo'p, tushunarli. Agar maqsading shu bo'lsa, kel hozirning o'zida jang qilamiz. Ishonching komilmi? Sen hayotimni saqlab qolding. Hatto muqaddas suvingni berding. Hech bo'lmasa shunday qarzni qaytaraman-da. Senda mas'uliyat hissi begona emas shekilli. Aslida yaxshi inson ekansan-da. Aslida deganing nimasi? Bema'nilik qilma. Mayli, boshlaymiz endi. Egizak qilich zarbasi. Ikkala zarbam ham qaytarildimi? Nima bo'ldi? Yaxshi. Nima edi bu? 3-zarba. Nima? Axir egizak bo'lsa ikkita bo'lishi kerak-ku. Egizak nomida ham bor-ku. Ikkita hujum bir paytda bo'lishi kerak. Sen uchun shunday bo'lishi mumkin. Lekin mening egizak qilich zarbam ko'nikmaga asoslanmagan. Shuning uchun cheklovi yo'q. O'z kuchimga qarab uni o'zimcha o'zgartira olaman. Aslida 3ta zarbani birinchi marta ishlatdim. Bunga ham yana sen sabab bo'lding. Ishonmayman. Lekin hozir ko'rib turibsan-ku. Gap unda emas. Sen egizak qilich zarbasini ishlatsang ham, oxir oqibat bu klassik yolg'on hiyladan boshqa narsa emas.
Men aytmoqchimanki, haqiqiy qilichboz uslubidan seniki kuchli bo'la olmaydi. Xo'sh, kim kuchli ekanini yana bir bor sinab ko'ramizmi? Men ham xuddi shuni xohlardim. Men tashqaridan uncha ko'rinmasam ham, lekin yutqazishni yomon ko'raman. Men ham xuddi shunday. Men qilishni otamdan o'rganganman. Undan keyin yutqazish yo'q. Hech qachon bunday sinfsiz odamga emas. Men ham bekor yotmaganman. Diqqat bilan kuzatishim kerak. Mening qilichim undan tezroq. 3-zarbaga ehtiyot bo'laman. Egizak qilich zarba. Bu juda tez. Bu holatdan ish tuyulmayaptimi? Faqat bu safar yerda yotgan sen bir narsani so'ray. Nega qiliching bu safar tezroq bo'ldi? Avvalroq meni ataylab aldadingmi? Yo'q, aslo emas. Aytdim-ku, bularni bari sen tufayli. Sen o'sha mukammal ikki qilich zarbani yana yaqin ko'rsatding. Men esa zarbani biroz boshqacharoq qilib, yana kuchaytirdim. La'nat bo'lsin. Men yutdim. Bir necha kun o'tib. Eshitdingizmi, azizim? Evansning kichik o'g'li bugun Bressingaga yo'l olgan ekan. Areldan 1 yosh katta bo'ladi, to'g'rimi? Ha, o'sha yigit. Oyi, Bressiga degan nima? Bu qilichchilar shahri deb atashadi. Oyimiz ham bir paytlar o'sha yerda ishlagan. Ha, Men turmush qurishimdan oldin gildiyada edim. Har kuni qilichni qarsilatib yurardim. Ha, o'sha kunlar zo'r edi. Bressiga. Men ham o'sha yerga borishni xohlayman. Sinfsiz odam sifatida qanchalik uzoqqa borishimni ko'rmoqchiman. Shuni albatta qilaman. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Ego va Alita. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar. Xo'p, bu proyektimiz juda ham tushunarsiz bo'lganligi uchun boshlanishiga ozgincha sifatsizroq bo'lib qolishi mumkin bo'ldi va birinchisi sal sifatiga ovozga endi to'g'ri tushunasizlar. Yangi qismlardan juda ham a'lo sifatda taqdim etishga harakat qilamiz. Animeni tarjimasida Akito. Va yana keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr.